بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما علم من البيان ما لم نعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgangi jumamizda hammomga kirishlik odoblari, avratlarni berkitishlik haqidagi hadislarni o'qib, sizlarga tushuntirgan bo'ldik. Inshaalloh bu jumamiz Asmo bint Umays radhiyallohu anhuma bulardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu kishini hadislari bilan bir tanishamiz. Hadis bilan tanishdan oldin ozgina bu kishini o'zi haqida ozgina aytib beramiz. Asmo bint Umays kim desa, bu kishi ikkita shahidni, ikkita xalifani ayoli bo'lgan. Tushunarli-ya, ikkita shahid kim? Ja'far ibn Abi Talib, keyingilari Ali radhiyallohu anhu. Ikkita xalifa kim? Xalifa yana Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhular. Demak, birinchi hayotlari Ja'far radhiyallohu anhu bilan o'tgan. Ja'far radhiyallohu anhudan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nikohlariga o'tgan. U kishi ham vafot etgandan keyin Ali radhiyallohu anhuda nikohlariga o'tgan. Endi albatta bu yerda e'tibor beradigan narsa nima desa, Alloh taoloning xolis bir bandasiligi ko'rinib turadi. Ya'ni bo'ldi, men endi hayotga bir shuncha erim o'tib ketyapti emas, balki hayotda bu kishini nikohiga olayotgan odamlarga e'tibor bersangiz, bu ayolning kimligi bilib olasiz. Ja'far radhiyallohu anhu Rasulullohda amakivachchasi. Abu Talib, ya'ni amakilar Rasululloh qamrog'ida o'zi qarmog'iga olgan Abu Talibning farzandi. Ja'far radhiyallohu anhu da bu kishi ham yosh, Rasulullohdan jihatdan yoshroq bo'lgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Ey Abbos, kelma Abu Talibdan dedi, ya'ni o'zining amakisini aytadi. Abu Talib o'zi qavmining raisi bo'lsa ham, lekin bola chaqasi ko'p odam, moddiy jihatdan ozroq bo'lgan. Ya'ni moli ozroq, qo'li kaltaroq deymiz bizda. Shuni Rasululloh ko'rib turib Abbos radhiyallohu anhu ga aytadi, shunga yengilchilik qilib keling, farzandlarni boqib olamiz dedi. Bir yengilchilik qilib boqib beramiz dedi. Shunda Ali radhiyallohu anhu Rasululloh oladi. Ja'far radhiyallohu anhu da amakilari Abbos radhiyallohu anhu oladi. Demak, kim ekan? Ja'far radhiyallohu anhu Rasulullohdan amakivachchasi. Ja'far radhiyallohu anhu qachoniki u kishi ham dinga eng birinchi va sabiqunal avvalunlardan bo'lgan. Dinga birinchi bo'lib kirganlardan, ajri ham eng baland odamlardan. Dinda eng birinchi poydevorlarini shu odamlar birgalashib Rasululloh bilan birga qurgan odamlar. Ja'far radhiyallohu anhu bu kishi shahid bo'lgan. Tabuk g'azotida 100 ming lashkardan tashkil topgan nasroniylarga 3000 qo'shin tortib, musulmonlar tarafdan 3000 qo'shin qarshi chiqqan. Bu kinolarni ko'rgansizlar. Xolid radhiyallohu anhu oxiri keyin Xolid radhiyallohu anhuga bayroq o'tadi, keyin nima qiladi? Musulmonlar o'sha joyda sobit turib qoladi. Ungacha Rasululloh tayyorlaydi. Bayroqni palonchi bo'lsa palonchi oladi deb, ikkinchisini Ja'far radhiyallohu anhuga tayyorlagan bo'ladi. Birinchi tayyorlagan Rasululloh tayyorlagan odam birinchi jangda boshlanishidayoq o'sha inson shahid bo'ladi. Keyin Ja'far radhiyallohu anhu keyin bayroqdor bo'lib u kishi oladi. O'sha jangda Tabuk g'azotida Ja'far radhiyallohu anhu olgandan keyin o'ng qo'lida ushlab turgan qo'lini chop borishadi. Mushriklar chop boradi. Keyin chap qo'li bilan ushlab qoladi. Chap qo'lini ham chopib u kishini o'zlarini shahid qilib yuboradi. Tabuk g'azotida bu kishi shahid bo'ladi. Keyin bayroq o'tib oxiri Xolid radhiyallohu anhu ga o'tadi. Demak, Asmo bint Umays radhiyallohu anhu da ozgina bir hayot bilan tanishayotgandik. Birinchi nimasi shahid bo'lib vafot etgan. Keyingilari Abu Bakr Siddiq xalifa, Rasulullohning o'rinbosarlari bo'lib qolgan zotga xizmat qilgan. U kishi hatto farzandlar tug'ib bergan, Ali radhiyallohu anhu ham farzandlar tug'ib bergan. Asmo bint Umays onamiz o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Maymuna onamiz bor.
Rasulullohning ayollari bilan opa-singil bo'lgan. Yana bu kishi Ja'far radhiyallohu anhu qachoniki Hamza radhiyallohu anhu vafot etar ekan, Uhud jangida vafot etgan, hammamiz bilamiz. Hamza radhiyallohu anhu kichkina qizchalari bo'ladi. Kichkina qizchasi bo'lganda shu qizlarini Rasulullohga yugurib yopishib olar ekan. Endi Hamza radhiyallohu anhu vafot etgan. Shundan keyin Rasululloh o'sha qizni kimga beramiz, kimni qarmog'iga beramiz deganda Ja'far radhiyallohu anhuga beradi. Nima uchun? Chunki Ja'far radhiyallohu anhuning ayollari Hamza radhiyallohu anhu ga ham qarindoshchiligi bo'lgan. Ya'ni o'sha qizchaning xolasi bo'lgan. Endi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuda hamma tanislar, Ali radhiyallohu anhuda hammalarni tanislar. Shulardan keyin endi bu onamiz rivoyat qilingan hadisga kirishamiz. Qo'limizda kitob Mishkot Sharif kitobi, Mirqot kitobidan 5115-hadis. Bu bob o'zi g'azab va kibr haqidagi bob. O'sha bobda Asmo bint Umash radhiyallohu anhu aytadi, onamiz qolat sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul bi'sal abdun takhayyalu vaqtala. Ya'ni bu hadisda nima haqida desa, kibrlanishlik, xullas bandaga xos bo'lmagan sifatlar haqida. Hadisda Rasululloh o'rgatadi nima desa, bandaga xos bo'lmagan sifatlar. Rasululloh aytmayaptiki, bu hadisda e'tibor bersangiz, nimchayam yomon inson, yomon banda. Yomon bandaki, u banda nima qiladi? Kibrlanadi, yana nima qilinadi? Ajablanadi, ujublanadi. Hadis sharifda abd deb keladi. Abd degani qul degani. Arab tilida qul degani. Nimchayam yomon qul deb aytayapti. Rasululloh aytmayaptiki, bi'sal rajul demayapti, bi'sal mar'u demayapti. Nimchayam yomon kishi demayapti. Bir shaxs demayapti. Nimchayam yomon shaxs demayapti. Balki nima deyapti? Nimchayam yomon qul deb gapiryapti. Ya'ni o'zi hamma Alloh taolaning Abdulloh deb abd degan so'zi bor-a? Ben Alloh taolaning quli. Nima uchun bunaqa deb sifatlayapti desa, chunki bu sifat bandachilikni qul sifatidan emas o'zi aslida. Bandaman deb Alloh taolaga o'zining qulchiligini his qilgan odamga ibodat jihatidan hech ham to'g'ri kelmaydi. Bandaman degan odamga bu sifatlar to'g'ri kelmaydi deb Rasululloh shuni qayta ta'kidlab aytayaptiki, nimchayam yomon bu quliki nima qiladi? Kibrlanadi. Nima qiladi yana? Ajablanadi. Demak, kibrlanishlik, o'zidan ujublanishlik, o'zidan ajablanishligi hech ham bandaman degan odamga to'g'ri kelmaydi. Endi ajablanishlik nima desa, ajablanish nima bilan bo'ladi? Obro' bilan. Bir mansabi bor. Davlat ishida ishlaydi yoki bir cho'rni bo'lishi mumkin. Ko'chada tanishlarim ko'p deyishi mumkin. Men kim ko'chaga chiqsam hamma men bilan taniydi, tanishlarim jiq yotibdi deydi. Yoki moli, puli ko'p bo'lishi mumkin. Pulim xohlagan narsani sotib ola olaman, xohlagan ko'yimga odamlar sola olaman deyishi mumkin. Yoki jamol bo'lishi mumkin. Hech kimda yo'q nima bo'ladi? Chiroy bo'lishi mumkin. Menda chiroyliligim hech kimda yo'q, bunaqa hech kimda bunaqa qomat yo'q, hech kimda bunaqa ko'z yo'q yoki qosh yo'q deb ajablanadi. Yo quvvati bilan, hech kimda yo'q quvvat bor deb o'zi ujublanishlik. Yoki ilmi bilan ajablanadi. Hech kimda bunaqa ilm yo'q-da, menda bor ilm hech kimda yo'q-da deb nima qiladi? Ajablanadi. Men bilgan narsani hech kim bilmaydi-da deb turib, o'zida bor-u boshqada yo'qligidan ajablanadi. Yoki amali bilan, men bunaqa nima qilyapman? Men mana bugun tahajjudda o'qib yordim-da, menda hech kim o'qib olmasa kerak. Men shu kunlarda roza tutyapman, menda hech kim roza tuta olmasa kerak, yo men ihson qilyapman-u, menda hech kim ihson qila olmasa kerak. Menda qanaqa amallar qilib deb nima qiladi? Yoki amali bilan ajablanadi. Holatlari bilan xullas. O'zini yashovida kimidan bo'lsa ham shu holati bilan ajablanishligi. Hech kimda yo'q, menda bor deb o'zidan o'zi ajablanishligi. Nima qilish kerak? Balki shukr qilish kerak. Alloh taolo bu narsani menga berdi, nima uchun? Sinov uchun berdi. Bu narsalar menda Alloh taolo bergan ne'mat deb bilishlik boshqa, ajablanishlik boshqa. Tushunyapsizmi? Ajablanishlik boshqada yo'q deb o'zini katta olishlik. Kibrlanishlik ham bu narsa yomon sifat. Rasululloh nima deydi davomida?
Davomida aytayaptiki, nimcha ham yomon bandaki o'zi kibrlanadi, ajablanadiki, vaholanki unutadi kimi? Kabirul mutaal deb qo'yadi. Alloh subhanahu va taoloning o'zi kabir sultonida hamma narsadan mutaal deb barcha nimalardan ayb nuqsonlardan bir narsaga bir boshqalarga o'xshashlikdan mutaal degan Alloh taolo sifatlashlikda. Alloh taolo o'xshashliklardan Alloh taologa teng keladiganki bir jihatdan o'xshaydigan hammasi mutaal. Mutaal degani oliy. Oliy degani bilib olinglar, hech narsaga nima muhtoj emas. Xoli degani. Tushundingizmi? Demak nima deyapti? Vaholanki odam kim unutadi? Demak kim kibrlanar ekan? Kim kibrlanar ekan? Kim ujublanar ekan? Alloh azza va jalla esdan chiqargan odam. Haqiqiy kibr egasi, haqiqiy ujub egasi Alloh taolo. Haqiqiy Alloh taolo nima? Hamma narsadan pok. Haqiqiy Alloh taolo butun mahluqot o'z egasi. Nimani yaratgan bo'lsa Alloh taolo. Alloh taolo nima? O'zi hamma narsadan oliy zot. Demak, Alloh taoloni esdan chiqarganda haqiqiy qudratli zotni, haqiqiy hamma narsaning molikini esdan chiqargandan keyin o'sha nima qilarki, o'sha banda endi ujublanadi. Yana hadis davomida aytayaptiki, yana bi'sal abdun tajabbara va atada. Yana yomon qul, yomon banda kim desa tajabbara va atada. Jabr qiladi, nima qiladi? Keyin haddidan oshadi. Mazlumlarga qahr qiladi. Ya'ni o'zidan zaiflarga qahr qiladi, zulm qiladi. Misol uchun nima? Kuchli odam nima qiladi? Kuchiga ishonib kuchsizlarni urib yurishi mumkin, ezib yurishi mumkin, men kuchliman-da deb. Bunaqa odamni bizda qalar 3 ta harfan deb qo'yadi. Nima uchun? Chunki o'zi kuchli bo'lib turib, o'zi tengiga chiqmaydi-da. Qadi bir zaiflar bilan alishib yuradi. O'zidan kuchsiz bo'lgan odamlarga nima qiladi? Kuchini o'tkazadi. O'zini tengiga nima qila olmaydi? Ro'paraga kelib qolsa, jam o'zini yo'lida ketib qoladi. Bunaqa odamni 3 ta harf deb qo'yadi. Rasululloh aynan nima deyapti? Shunaqangi zulm qiladiganlar, mazlumlarga qahr qiladiganlarni Rasululloh yomon deb sifatlayapti. Yomon banda bu deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, siz bilan bizning nazrimizda shariat yomon degan yomon. Shariat yaxshi degan yaxshi. Biz o'zimiz o'tirib olibdi bir boyda chiroyli mashina kiyib olgan, minib olgan bo'lsa nima deymiz? Ko'rib turib, uni zo'r kiyib olibdimi? Zo'r mashina minib olibdi, shu odam zo'r odam-da. Deb kimnidir ko'rib sizga yaxshi deyishingiz mumkin. Lekin shariat yaxshi demayaptimi? Odam kibri bor yoki kimgadir zulm beryaptimi? Odam yaxshi emas. Odamlar ming tilda haligi odamni maqtasin, ming ko'kka olib chiqsin, shariat qoraladimi? Bo'ldi qora. Demak, odam surishtirishlikda ham hattoki do'st tanlaysizmi, kiyov olasizmi, nima ekan? Borib odamlarga hattoki shu sifatlarni aytib qo'ysangiz, nima deydi? Uni siz nima sifatmasi boy ekanmi, bo'ldi-da deb bir boyligiga qarash mumkin, O'zi asli shariat belgilaganga qaraysiz. Bir odam biroz surishtirib kelibdi, benamozda deb qo'ysa, benamozga inson bir o'qib qolar deyapti. Benamoz yaxshi bo'ladimi? Shariat qoraladimi benamoz? Qoraladimi? Demak odam yaxshi emas. Benamozga kimdir o'zi aytib qo'ydim, boshqa sifat aytdi, odam shu nom benamozligi bor deb qo'ysa, bo'ldi, o'zi kifoya qiladi aslida. Shariatda eng qoralagan cho'qqisi turibdi ekan. Alloh taolaning haqqiga rioya qilmayotgan odam bandaning haqqiga erta kunda rioya qilmaydi. O'zingizlarning hayotda ko'ryapsizlar. Demak, nima deyapti? O'sha qo'l ostidagilarga nima qiladi? Jabr qiladi, va'tada deb yana nima qiladi? Miskinlarga haddidan oshadi. Xuddiki unga bir ehson bersa nima qiladi? O'zini oliy olib beradi. Biroq yaxshilik qilsa o'zini nima qiladi? Men yaxshilik qilyapman, buni oldi go'yoki nima? Martabam ko'tarilib qolyapti degan. O'zi aslida shariat nimaga buyuradi desa, sen birovga ehson qilasan, birovga yaxshilik qilasan, qanaqa? Sen unga shukr qil dedi, rahmat ayt dedi. Qanday? Sizni mana menga Alloh taolo shuni menga ko'nglimga solibdi, siz sababli men nima qilyapman? Ehson bir savob ish qilib olyapman hozir. Sizga men zakotimni berib, men bo'ynimdan ibodatimni soqit qilib olyapman. Sizga rahmat. O'zi asli deb narigi odamga o'zi nima qilar ekan? Shunga buyuradi shariat. Biroq yaxshilik qilyapsizmi? O'sha insonni Alloh taolo sizga ro'para qilib qo'yibdi. O'sha inson sababli siz nima qilib olyapsiz? Bir ibodat qilib olyapsiz. Vaholanki bizda qanaqa bo'lib qolgan?
Birovga zakotimizni bersak, ushurimizni bersak, bir miskinlarga bir yaxshilik qilsak nima qilamiz? Sekin bo'ynimiz ko'tarib qolib, bir qandaydir bir uni oldida bir baland bir haqqimiz bor o'xshab qoladigan o'xshaymiz, o'zimiz shuni his qilamiz. Haligini oldi go'yoki sizga qarzdor. Nauzubillah, unaqa emas siz asli. Naboratiga siz ibodat qilib olishingizga arzimagan pulingizga siz nima qilyapsiz? Oxiratda abadiy bir savob sotib olyapsiz. Demak, hadis sharifda shu banda yomon banda kim ekan? Jabr qiladigan, odamlarga zulm qiladigan, bo'lib ham zaiflarga, miskinlarga ziyon qiladiganlar bu yomon banda. Yana nima deyapti davomida? Va'tada deb deganligi haddidan oshadi. Alloh taoloning hukmlariga rioya qilmaydi. Alloh taoloning buyrug'iga nima qilmaydi? Rioya qilmaydi. Alloh taolo nima qildi? Buyurdi, shariatni qoida qilib berdi. Yoki bir nima qildi? Bir joyga ketasiz, bilmagan joyingizga ketasiz. Nima qilasiz? Karta yurasiz, ha? Navigator yurasiz. Nima uchun? Nima uchun urasiz? Yo'lda adashib, bezi rasxod qilmay, qiynalmay, to'xtamasdan tekis menga nima yo'lda ko'rsatib ketsin. O'sha svetoforda qizilini ko'rsatsin, qayerda kamera borligini ko'rsatsin deb sizga nima qiladi? Navigator yurib ketasiz. Sizga nima qiladi keyin? O'sha sizga yordam beradi. Ashunga rioya qilsangiz faqat. Endi shariatdan shunaqa, shariatdan oxiratga, jannatga boradigan bir siz bilan bizga bir navigator. Jannatga eson-omon borib olishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysini ko'rsatsa shunga yurasiz. Qayerda to'xta desa shu yerda to'xtasangiz nima qilasiz? O'sha dozoq degan bir yo'ldagi jannatga kirayotganingiz dozoq degan bir chuqurlarga tushmasdan eson-omon yetib olasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis sharifi davom etamiz. Keyin aytayaptiki, "Va nasiya jabbar al-a'la." O'sha birovga zulm qilayotgan, o'zini bir haddidan oshayotgan odam nima qiladi? Vaholanki odam esdan chiqargan bo'ladiki, haqiqiy qahhor zotni bandalarning ustida kim qahr qilib turadi, kim g'olibligini esdan chiqarganligi uchun. O'zi bandalarning ustida kim qahr qiladi? Alloh taolo. Kim buyruq beradi? Alloh taolo. Demak, o'sha banda kim zulm qiladi? Haqiqiy qahhor zotni Alloh taoloni esdan chiqargan banda yana haddidan oshib birovga zulm qiladi. Agar Alloh taolo haqiqiy jabbor, o'sha meni Alloh taolo agar men bunga zulm qilsam, hozir Robbim azza va jalla keyin menga qaytaradi degan narsa tursa qaytadi. Esdan chiqarganligi uchun haddidan oshadi-da. Bi'sal abdu abdun saha va laha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifida yana davom etyaptiki, yana nimcha ham yomon banda. Kim? Saha va laha. Ya'ni ayaktuba aytadiki ulamolarimiz saha va laha degan nima degan desa, ma'na saha sara g'afilan anil haqqi va ta'ati. Saha degan nima degan desa, u g'ofilga aylandi haqdan, to'atdan. Ya'ni haq va to'atdan nima qiladi? G'aflatda qoladi. Alloh subhanahu va taolodan g'aflatda qoladi. Yana to'atdan, ibodatdan g'aflatda qolgan banda ham Rasululloh nima deyapti? Nimcha ham yomon banda ekan bu deyapti. Nimcha yomon qul bu. Kim? Alloh taolani esdan chiqaradi. Qarang, ishingizni ketyapsiz, uydan chiqyapsiz, Allohni eslab chiqyapsizmi? Allohga tavakkal qilib chiqyapsizmi? Bismillah tavakkaltagi duosini o'qib chiqsangiz, demak Allohni eslayapsiz. Mashinangizga o'tirganingizda, do'kon ochganingizda, nima bir kasbga qo'l uratganingizda Alloh taolani eslayapsizmi? Agar Alloh taolo eslab yurgan bo'lsa, endi eslaydi. To'atchi, ibodatchi. Kimlardir bismillah deb boshlaydi, lekin ko'rasiz benamozlik ko'rasiz, bir ibodatlarda sustkashlikni ko'rasiz. Lekin nima? Allohni eslash mumkin. Lekin Rasululloh aynan faqat nima deb qo'yapti? Bu nima sharhida ulamolarimiz haqdila Alloh taoloni emas, balki to'atni ham esdan chiqarib qo'yadi. Alloh taolo ibodat qilishlikni ham. Allohga ishonamiz deb yurishni ish bitmaydi-da. Ibodat qilib nima qiladi? Badanni sajdaga qo'yadi, peshonasini sajdaga qo'yadi. Aynan shu yomon banda kim desa, Alloh taoloning to'atini ham esdan chiqargan banda. O'sha qilib yurgan hayotida nima? G'aflatda qoladi ibodatdan. Bondotda nima qiladi? Uxlab qolaveradi. Budini qo'yib yotmaydi kechqurun. Uxlab qolib turib qolsa ham jamoatga chiqmay qo'yaveradi. Yoki ahli ayolini ibodatga uyg'otmaydi ham. G'aflatdagi odam. Alloh taolo nimagaki ibodat qilgan buyurgan bo'lsa, solih bandalar baxt maqtagan bo'lsa, shu narsaga demak nima qilsa,
o'zini olib yurgan bo'lsa, o'sha banda g'ofil emas. Ya'ni yana aynan hadis oyat karim bor. Maun surasini 4-5-oyatida nima deb Alloh subhanahu taolo shunday marhamat qiladi. Nasta'zillah. Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Ya'ni vayl bo'lsin, dozoq bo'lsin kimga namozlarida turib, shunday namoz o'quvchilargaki, vayl bo'lsin, ular nima qiladi? Namozlarida beparvolik bilan turadi. Deyiladi. Ba'zilar shunday deb tafsir qiladi. Ba'zilarki namozlarga beparvo deydi. Aksar ulamo shuni olgan. Namozlarga beparvo bo'lganlarga vayl dozoq bo'lsin deydi. Tushundingizmi? Ya'ni namoz o'qimaydigan odamga saha degan gapga sharh ketyapti. O'sha esdan chiqarib g'aflatda qoladi-yu. O'sha g'aflatda qolib namoz o'qimay yurgan, benamoz bo'lib yurganlarga Alloh subhanahu taolo o'zi Qur'oni Karimda o'zi aytadiki, dozoq bo'lsin. Dozoq bo'lsin ularga. Ya'ni oriflarimiz aytadi, alhamdulillahi lam yaqul fi solatihim va illa kana al-waylu kullal wayli alal kulli fil yawmi wal layli. Allohga hamdlar bo'lsin. Oriflarimiz aytar ekanki, Allohga shukr derkan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fawailul lin fi solatihim demadi. An solatihim dedi tevada. Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Andoniga fi solatihim deganida hamma nima bo'lardi? Vayl bo'lardi. Eng katta mushkulot bo'lardiki, hamma insonga tushardi. Hamma insonlar nima uchun namozda hamma g'aflatda qolib qoladi-da. Men degan namoz qilgan quloq qoqqandan keyin nima bo'ladi? Ba xayol ozgina ketadi. Qayerlarga bir aylanib keladi. Ya'ni namozdan yana bir qaytib oladi. Shunda aynan shuni aytadi oriflarimiz, Allohga hamd bo'lsin, Robbimiz bizga shuna deb Qur'oni Karimda aytib qo'ymadi. Namozda turib nima qiladigan, beparvo bo'ladiganlarga dozoq bo'lsin demadi. Benamozlarga, o'sha namozlarga g'aflatda qoladigan, qazo qilib qo'yadigan, qazo qilib o'qib deydiganlarga vayl bo'lsin. Aynan shu yerda bir to'xtalgan masalamiz bor. Namozlar vaqtiga beparvo bo'ladiganlarimiz bor. Shunaqangi bir toifalar chiqib qolgan, namozni jamlashlik. Namoz jamlashlik. Namozni vaqtiga beparvo, qarang. Biz ko'p holatda peshinda chiqamiz. Makkadan o'zi aksar umraga borganimizdan biladi. Qaytayotgan vaqtida yo'lda peshin asr vaqti bo'ladi. Shomga yetib borasiz. Chiqatganda ko'ramiz hojilarimizni peshin bilan asrda bitta jamlab o'qitadi-da, endi ketdi deydi. Qarang. Asr vaqti kirdimi? Kirmadi. Asr vaqti kirmasa nima qiladi? Peshinni o'qitadi. Peshindan keyin orqasiga qomat aytadi-da, shart asrga quloq qoqadi. Yaxshi quloq solib turinglar. Yaxshi bilib olinglar. Hozirgi kunda bizning shahrimizda hojilar tiqilib yotibdi. Borgan aynan biz bir kelayotgan hojilar ko'ryapmizki, kelib chiqsa qomatda asrda o'qiymiz deyapti. Qarang. Yangi chiqqan fatvo, Saudiyadan chiqqan fatvo shu. Biz yo'lda to'xtatyapti, asr o'qiymiz desak, avtobuschi aytayapti, nima deyapti? Sen o'ta asr o'qib chiqmadingmi deyapti. Unga keyin aytay, bu namozni inna soda kana kitaban mavquta, namoz belgilab qo'yilgan vaqtga Alloh taolo har bir vaqtga o'zi belgilagan. Qanday unaqa o'qiymiz? Qaysi nimaga sen ishni bilan qilyapsan? Qiyosda qarang, beparvoligidan, vaqtga beparvoligidan bular nima qiladi? Nafsiga yengilchilik qilib namozlarda mana qazo. U namoz bo'ladi, vaqti kirmagan namoz. Namozda farzi-yu, vaqti kirish kerak edi-yu. Nauzubillah, e'tiborli bo'linglar. Hattoki o'zimizni diyorda oddiy bir O'zbekistonga birov aytadi, o'zimiz qo'limizda o'qitgan shogirdlar aytadi. O'zbekistonda dam olib kelsa, oshnalarimiz shunaqa qilib yo'lda jamlab ketyapti, deyapti. Qarang, shom xufton jamlab qo'yapti. Shom o'qisa, shom xufton jamlab qo'yar ekan, peshin o'qisa, peshinni asr jamlab qo'yar ekan. Bu qanaqa namoz? Qaysi hadisda bor, qaysi oyatda bor jamlab qo'yishni degan. Hadis yo'q, oyat yo'q-u, qiyosga suyanib shartda nimalar namoz jamlab qo'yadi-ku, siz bir zaif hadisga amal qilsiz, bunaqa hadis yo'q, zaif deb turaveradi. Va xolanki o'zi qiyosdan olib kelib turib bilan nima qiladi? Jamlab qo'yaramiz, mana Arafatda jamlaymiz, shom bilan xufton deb turiblar, qiyos qilib turiblar, namozlar jamlab bo'ladi. Hech qanday zaif hadis ham yo'q va xolanki. Hozirgi biz salaf deyotganlarimizda shu qoida. Shunaqangi yomon qoidalarda Alloh taolo adashtirmasin, Alloh taolo hidoyat bersin hammalariga. Lekin bu umuman bo'lmagan qoida. Umuman hech qanday bir hadis yo'q, oyat yo'qki, bular nima qilyapti? Namozlar jamlab tashlayapti. Odamlar ibodat nima bo'lyapti? Endi qazo qiladigan ibodati
Aynan shu oyatga tushadi aslar. Shu hadisga tushadi. Rasululloh nimcha yomon bandaki saha beparvolik qiladigan. Alloh taolo toatida beparvolikda. Qaramaydimi, qaysi oyat nima deyapti, hadis nima deyapti? Al-hakumut takasur oyat karimada yana Takasur surasini yodlaganlarimiz ko'p. Oxirgi 30-porada al-hakumut takasur ham deydi. Al-ha deb o'zidan keladi. Demak, sahani tushundik-a, saha g'aflatda qolishligi. Al-hakumut takasur endi al-ha nima desa, mashg'ul bo'lishligi, nima bilan desa, dunyo ishlari bilan, pas narsalar bilan mashg'ul bo'lishligi. Al-ha degani Alloh subhanahu va taolo Takasur surasida aynan marhamat qilib aytadiki, nastag'firullah, al-hakum sizlar mashg'ul bo'lib qoldilar nima bilan? Ko'paytirishlik bilan. Nimani? Ko'paytirishlik bilan mol dunyoda, bola chaqani, ishni, pulni, yerni, mashinani, maishatni, yemoq, ichmoqni ko'paytirishlik bilan. Aynan shu dunyo ishda hammasi. Dunyo narsalarini ko'paytirishlik bilan mashg'ul qoldilar deb Alloh taolo shuni qoralaydi. Qur'oni Karimda aynan qoralatgan holat shu. Nimani ko'paytirishlik bilan qoralanadi desa, dunyoda past narsasi bilan. Hammasi dunyo narsasi. Bu dunyo va dunyodagi hamma narsa nima deydi? Jannatdagi bir qanchidek joy dunyodagi hamma narsadan afzal deydi-da. U degan dunyoyu dunyodagi hamma narsa arzimagan va past narsa degan. Oxiratda bir jannatda bir ozgina bir joy olishligingiz. O'sha ibodat bilan balki siz mashg'ul bo'lishligingiz eng afzali shu. Eng yaxshisi. Hatta zurtumul maqobir kalla safi ta'ala ki oyat karim davom etadi. Biz hozir bu joyda ozgina bir joyga to'xtashligimiz shu, siz bilan Rasululloh aynan qaysi banda yomon desa, siz bilan bizga tanishtiryaptiki, nimcha yomon bandaki g'aflatda qoladigan, nimcha yomon bandaki yana dunyo narsasini ko'paytirishlikka mukkasidan ketgan. Pulni orqasida quvib yuraveradi, lekin toatga nima? G'aflatda. Toatdan namozlar qazo bo'layotgan yoki bir jamoatdan qolayotgan. Nima uchun qoladi? Pulni debdi. Endi nima deydi desa, va nasiyal maqobira val balad. O'sha inson kim? O'sha sahala haqiladi, g'aflatda qoladi, dunyo narsasini ko'paytirishlik bilan ovora bo'lib qoladi kim? Oxiratni esdan chiqaradi kim desa, Rasululloh aytayaptiki, vaholanki o'sha inson esdan chiqargan bo'ladi qabrni va chirishligini. Qabr bilan o'sha qabr bo'ladigan joyini esdan chiqargan odam nima qiladi? Endi g'aflatda qoladi-da. Men hali tor qabrga borsam, zulmatga borsam, savol javobi bor. Qanaqa qilib hozir men namoz o'qimasam, yo birovga haqqiga xiyonat qilsam, zulm qilsam, kibrlansam, qanday men qabrda savol javobim qanaqa bo'ladi deb agar o'ylansa, inson albatta qaytadi-da. Albatta nima? Qabrda esdan chiqargan odamda shu holat bo'ladi. Yana qaytadan chirishligini. O'sha qaysi holatga chirib, suvlari chirigan holatda bo'lishligini esdan chiqargan odam nima qilar ekan? G'aflatda qoladi, ko'p molni to'plashlikdan umra bo'ladi. Bu bola chaqaga ham hamma narsa ketadi. Siz dunyo ibodatdan nimaga mashg'ul qilib qo'yarkan, hamma narsa kiraveradi, o'z ishiga oladi. Siz ibodatdan nima mashg'ul qilyapti? Misol uchun, bonnatga turishingizda nima sizni man qilyapti? Oshnalaringizmi? Demak, oshnalaringiz ma'siyat ustida jamlanadigan qiyomat kuni Alloh taolo aynan shular bilan birga hisob kitob qiladi. Oshnalaringiz kech ketdi, bonnat qazo qilyapsizmi? Kimlar bilan yurib yoki bir boshqa bir ishingizdan charchab turib, bonnatlaringiz qazo bo'lib qolyaptimi? Aynan o'sha holat yomon holat. Qaysi yo'lda yurmang, xullas ibodatingizga xalaqit qilmaydigan yo'lni tanlaysiz, ibodatingizga xalaqit qilmaydigan oshnalar tanlaysiz, ibodatingizga xalaqit qilmaydigan kasbni tanlaysiz. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nimcha ham yomon odam bu, nimcha ham yomon banda deb qoralatgan sifatga endi tushunib qolasiz. Yana hadis sharti davomida aytayaptiki, bi'sal abdun ata va tog'a. Ya'ni nimcha ham bu banda yomon bandaki, bu banda fasod qilsa, yerda yana fasod bilan yursa-yu, va yana tug'yon qilsa, haddidan oshsa, yerda yurgan joyini iflos qilib yuradi. Qayerga o'tirsa palitcha o'tiradi.
Yaxshi ahli ilmlarda o'tirgan storyimda qarab qo'ysangiz, o'zi asli choy ichib ketgan joyini qaraysiz ham chiroyli qilib bir akkurat yig'ishtirib ketadi. Bir ilmdan, dindan xabar yo'q odam ko'rsangiz, shaltaq o'tirganda bir iflos stolda o'tirganligini ko'rasiz. Orqasidan tozalayotgan odam ham "O, rost yeyishdi, rost o'tirishdi" deb qo'yadi. Qaysi dasturxonda bo'lmasin, ahli ilm, o'z dindor o'zi odam o'tirgan joyini toza qilib ketish kerak. Kirgan odam sal akkuratni odam o'tiribdi deydigan bo'lish kerak-da. Chin tovalarni sal to'g'rilab, ovqatlarni bitta qilib qo'yib va sal non uvoqlarni sal yig'ishtirib netib, o'sha po'chog'i ham hamma siz kirsangiz hamma yetmagan choylar ham o'sha stol ustiga yoki dasturxonga to'kilgan holat bo'lib ketadi. Bu bitta yeyishligimizdagi biz ko'rayotgan holat. Endi ko'chada yurishligimizchi, ishda yurishligimizchi, qanday bir fasod qilib odamlarni aldab yuribmiz, ha? Qancha bir gunoh qilyapmiz. Endi ish ibodati deymiz, ibodatda zino, ko'z zinosini qilasiz. Ibodat ketyapman degan odam, ibodatni ustida turgan nomahram ayollarga qaraymiz va tilimiz bilan fahsh so'zlar aytamiz, kimdir g'iybat qilamiz, kimdir obro'sini to'kamiz, xullasiga hammasi shu fahshga kiradi. Tog'oda yana haddidan oshishligi, haddidan o'zini bandachilik, o'zini chegaralab qo'ygan Alloh taolo sizdan oshishligi, bandani o'zini haddidan oshib ketishligi ham. Bu ham yomon banda. Kim bunaqa qiladi desa, va nasiya mubtada wal muntaha. O'sha vaholanki o'sha inson haddidan oshadi, tug'yon qiladi kim desa, boshlanishligi bilan nihoyasini esdan chiqargan odam. O'zi qandan yaralganligiga e'tibor beradigan bo'lsa banda, ha? Oddiy bir najasdan yaralganligini his qilsa, haddidan oshmaydi-da. Fasod qilmaydi, birovni obro'sini to'kmaydi, birovni g'iybat qilmaydi, gunoh ishdan qaytadi. O'zi sen kim eding? Kibrlanayotgan odam, birovni oqib boraman, ko'q boraman deyotgan odam o'zi bunday qarasa, nimadan paydo bo'lganiga qarab qo'ysa, oxiri ham bilinadi. Oddiy najasdan paydo bo'ldimi? Oxiri ham najas bo'ladi. Iridi, chiridi, sasiydi, oxir borgan joy najas. O'sha holatda o'rtasidagi nima qiladi? Boshlanishi bir holat, oxiri ham tugashi ham bir holat. Shuni o'rtasida nima ish qiladi? Qilmagan ish qolmaydi-da. Gunohni ham qiladi, zinosini ham qiladi, qo'l zinosi, ko'z zinosi, molida bir halol yo'q, benamozlik qilib yurgan, oxir boradigan joyi bir chirigan murda yalinadi. Keyin hisob kitobga kiradi. Aynan shu boshlanishi bilan oxirini esdan chiqargan odam shunday haddan oshadi-da. Siz bilan biz yurganimizda ozgina qarab qo'ying, nimadan paydo bo'ldik, qayerdan biz tushganmiz, qayerga boramiz, qanday holatda qolamiz. Chirigan holatda, sasigan holatda qaytishligimizni o'ylab yursak, haddimizdan oshmaymiz. Hadis sharifda davomlari bor. Yana davom etsak vaqtimiz o'tib ketib qolar ekan. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qoralagan sifatlarga kirib qolmasdan, balki Rasululloh xohlagan mu'minlar sifatida yurishlikka, haqiqiy banda sifatida yurishlikka, kibrlanmaydigan, haddimizdan oshmaydigan, jabborlik qilmaydigan, zulm qilmaydigan odamlarga Alloh taoloning toat ibodati yuradigan bandalardan qilsin. Oxiratda hisoblarimiz yengil bo'lgan holatda jannatiga eson-omon yetib olishlikka Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Alhamdulillahi robbil alamin. Salatu vassalamu ala rasulillah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. Ilohi Parvardigor, shu hadis shariflarga avvalambor o'zimizni, keyin jamoatimizni, butun insonlarni amal qilishga Alloh taolo o'zining tavfiq ro'za aylasin. Hammalarimizni amri ma'ruf qiladigan, yaxshilikka yo'llaydigan bandalarni qilib qo'ygan Alloh, yomonlikdan qaytargan bandalarni qilib qo'ygan Ilohim. Bizlarni shu kelishimizga sababchi bo'lib turganki, kimlar kimsa Alloh o'zining gunohlarini mag'firat qilsin, kimlar qanday bir duo talabda shu yerda o'tirganmiz, Alloh taolo o'zi o'ylagandan ziyoda qilib berishga o'zi qodirsa, o'zing Alloh taolo shuni so'raymiz o'zingdan. Kasallarimiz bor, Alloh taolo uydan baysan, qayerda bo'lsa Alloh taolo shifo kamlar ta'alaga, safardagi o'zi safarlarni Alloh taolo bexatar qilgin. Rizq talabidami, ibodat talabidan yurgan Alloh taolo ularni o'zining yo'llarini ochib bergan, rizqlarini keng qilib bergan, oila a'zolarini o'zingga omonat qilgin Allohim. Va bizlardan mazlumlar bor, Alloh taolo mazlumlarga Alloh o'zi najot bergan, zolimlarga o'zing kifoya qilgan, mahbuslarga Alloh o'zi najot bergan ilohiy Parvardigoro. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbalaridan keyin nimaki payg'ambarimiz yaxshiliklarni so'ragan bo'lsa, biz ham sendan o'sha yaxshiliklarni so'raymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nimaki yomonliklardan panoh so'ragan bo'lsa, biz ham sendan o'sha yomonliklardan panoh so'raymiz ilohiy. Allohumma antal musta'an va alaykal balagh va la hawla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallohu ni'mal vakil.